The privilege of a lifetime is to become who you truly are. Carl Jung. Har bir inson hayotida bir kun kelib savol tug'iladi. Men kimman? Bu oddiy eshitiladigan, ammo aslida shubha, qo'rquv va qiziqishni uyg'otadigan murakkab bir savoldir. Bu shaxsiyat inqiroziga olib boruvchi eshik. Shaxsiyat inqirozi bu chalkashlikgina emas, balki muhim savollarga aniqlik kiritish vaqti kelganini bildiruvchi signaldir. Siz o'zingiz haqingizda bilgan narsalaringizdan ajralganingizni his qilasiz. O'zingizni e'tiqodlaringiz, haqiqatlaringiz, xohish va istaklaringizga nisbatan shubha paydo bo'la boshlaydi. Ushbu shaxsiyat inqirozi atamasini fanga psixolog Erik Erikson kiritgan va uni rivojlanishning muhim bosqichlaridan biri deb hisoblagan. Boshqacha aytganda, o'zlik inqirozi. Ko'pchilik o'ylaganidek faqatgina yoshlik davrigagina xos emas. U ro'y bergan o'zgarishlar, yo'qotishlar yoki fikrlash jarayonida hayotimizda qayta va qayta yuzaga chiqib turadi. Tasavvur qiling, bir inson butun hayotini karyera pog'onalaridan yuqoriga ko'tarilishga bag'ishlagan. Ammo nihoyat tepaga chiqqanida endi ichidan bir bo'shliqni his qiladi. Yoki boshqasi o'zini oilasi uchun ta'minotchi sifatida belgilagan. Lekin ishidan ayrilgach, o'z uyida begona bo'lib qoladi. Bunday voqealar bizga dahshatli bir haqiqatni ochib beradi. Ba'zan biz qurgan o'zlik o'zimizga qarshi ishlashi mumkin. Bu nega sodir bo'ladi? Nega biz o'zimizni anglash uchun bunchalik qiynalamiz? Ehtimol bu o'zlikning statik, ya'ni o'zgarmas emasligi bilan bog'liqdir. O'zlik doimiy ravishda o'zgarib turadi va ichki hamda tashqi kuchlar tomonidan shakllanib boradi. Bizning tarbiyamiz, madaniyatimiz, munosabatlarimiz va ambitsiyalarimiz bizni kim bo'lishimizni belgilaydi va biz o'zimiz tanlamagan narsalar yig'indisiga aylanganimizni anglashni boshlaymiz. Faylasuf Jean-Paul Sartre shunday degan: bizning mavjudligimiz mohiyatimizdan avval keladi. Biz tug'ilganda tayyor shaxsiyatga ega emasmiz, balki harakatlarimiz va tanlovlarimiz orqali uni yaratamiz. Bu erkinlik ham quvonarli, ammo qo'rqinchli hamdir. Chunki men kimman savoliga aniq javob yo'q. Biz doimiy shakllanish jarayonidamiz. Every one of us is, in some sense, a prisoner of his own experience. Aldous Huxley. Shaxsiyatning murakkab tomonlaridan biri shundaki, biz hammamiz niqoblar taqamiz. Bu aldamchilik uchun emas, balki zarurat tufaylidir. Turli vaziyatlarda biz o'zimizning turli ko'rinishlarimizni namoyon qilamiz. Ishonchli mutaxassis, dastyor sherik, itoatkor farzand, vafodor do'st. Ushbu rollar ijtimoiy hayotimizni boshqarishda foydali bo'lishi mumkin, lekin ular bizni aslan kimligimizni anglashimizni qiyinlashtiradi. Ba'zan niqobimiz yuzimizga aylanadi. Uni shunchalik uzoq vaqt taqamizki, ostidagi asl mohiyatimizni unutamiz. Masalan, har doim davralar yuragi bo'lgan odamni olaylik. Hazilkash, maftunkor va qo'rqmas shaxs. Ammo yopiq eshiklar ortida u o'zini ichidan bo'sh va ko'rinmas his qilishi mumkin. O'zi yaratgan niqob ostida yo'g'olib ketgan inson. Psixolog Carl Rogers haqiqiy o'zlik va ideal o'zlik haqida yozgan. Bu bizning aslida kim ekanligimiz
va biz kim bo'lishimiz kerak deb hisoblashimiz o'rtasidagi farq. Ushbu farq juda kengaysa, shaxsiyat inqirozi yuzaga keladi. Mas'uliyatlar, kutuvlar va niqoblarni o'rnida tutish majburiyati samimiylik uchun joy qoldirmaydi. Ammo har bir niqob ham zararli emas. Ba'zida ular bizni himoya qiladi. Biz ularni moslashish, omon qolish va og'riqdan qochish uchun taqamiz. Xavf shundaki, biz ularni niqob ekanligini ba'zida unutib qo'yamiz. Ana shu paytda o'z rolimiz ichida qamalib qolishimiz mumkin. Out of your vulnerabilities will come your strength. Sigmund Freud. Shaxsiyat inqirozi ko'pincha ichki nizo, o'zimizdagi turli istaklar, e'tiqodlar va o'zligimizni turli versiyalari o'rtasida kurash sifatida namoyon bo'ladi. Bizni bir qismimiz barqarorlikni xohlaydi, aniq va izchil o'zlik tuyg'usini. Boshqa qismimiz esa o'zgarish va o'sishni orzu qiladi. Bu hattoki tartibsizlik hisobidan amalga oshirilsa ham. Ushbu ziddiyat ko'plab shakllarda ko'rinadi. E'tiqod inqirozi, kasbni o'zgartirish, munosabatlarning tugashi yoki insonni mavjudligiga oid savollar paydo bo'lishi. Biz ilgari shubhasiz qabul qilgan narsalarimizni so'roq qila boshlaymiz. Qadriyatlarimiz, maqsadlarimiz va dunyodagi o'rnimiz. Va ba'zida biz topgan javoblar biz uchun noqulay bo'lishi mumkin. Friedrich Nietzsche asl o'zlikka aylanish zarurati haqida yozadi. Bu jarayonda inson o'z illyuziyalarini yo'q qilishi va og'riqli haqiqatlarni tan olishi kerak bo'ladi. Bu yo'l og'riqli bo'lishi mumkin. Chunki u bizdan bir vaqtlar xavfsiz va tanish bo'lgan o'zliklardan voz kechishni talab qiladi. Ammo aynan shu kurash orqali biz o'zimizni chuqurroq anglaymiz. Ichkaridagi konflikt zaiflik belgisi emas. Bu o'sish alomatidir. Bular o'zlikka aylanish uchun zarur bo'lgan noqulayliklardir. He who has a why to live can bear almost anyhow. Friedrich Nietzsche. Shaxsiylik inqirozi chalkashligi ichidan biz haqiqiylikni izlay boshlaymiz. Ichki kechinmalarimizni tashqi mavjudligimiz bilan uyg'unlashtirish istagi paydo bo'ladi. Ammo haqiqiy o'zlikda bo'lish o'zi nimani anglatadi? Bu samimiyatmi, doimiylikmi yoki boshqa bir narsa? Bu izlanish bizni ko'pincha ortiqcha shovqinlardan, ya'ni kutilmalar, majburiyatlar va o'zgalardan ko'chirilgan orzulardan voz kechishimizga olib keladi. Bu o'z chinakam mohiyyatimizga qaytish, ichki olamimizni chuqur o'rganish jarayonidir. Ba'zida bu izlanish bizni fikr yuritish, terapiya yoki yolg'izlik orqali ichkarimizga olib boradi. Ba'zida esa bizni sinovdan o'tkazib, shakllantiradigan yangi tajribalar va aloqalar orqali tashqariga. Ikkala yo'l ham zarurdir. Ammo o'zlik doimiy o'zgarmas holat emas, balki jarayondir. Bu jasorat talab qiladi. Chunki o'zimizga sodiq bo'lish ba'zida boshqalarni ranjitishni anglatadi. Bu o'z ziddiyatlarimiz va nomukammalligimizni qabul qilish demakdir. We know what we are, but not what we may be. William Shakespeare. O'zlik haqida eng katta noto'g'ri tushuncha bu unga go'yoki topilishi kerak bo'lgan va buni kutib yotgan yashirin xazina kabi qarashdir. Aslida esa o'zlik bu yaratiladigan narsa. Bu manzil emas, balki yo'l. Uzluksiz o'zgarish jarayonidir. Bunday nuqtai nazar barchasini butkul o'zgartiradi. Shaxsiyat inqirozi endi muvaffaqiyatsizlik belgisi emas, balki o'zgarishlar belgisidir.
Bu o'sish bilan bog'liq noqulaylik, eski qobiqdan chiqish, boshqa bir yangicha va samimiy shaxsiyatning paydo bo'layotganidan darak beradi. Shoir Reyner Mariya savollar bilan lahzada yashang deb yozadi. Balki shaxsiyat inqirozini hal qilishning kaliti aniq javoblarni topishda emas, noaniqlikni qabul qilish orqali yangi shaxsiyat rivojlanishi uchun yo'l ochishdadir. Axir biz insonlar biroz murakkabroq mavjudotlarmiz. Biz tajribalar, ziddiyatlar va imkoniyatlardan tashkil topganmiz va ehtimolki eng samimiy qaror bu biz doimo o'zgarish jarayonida ekanligimizni qabul qilishdir. And you, when will you begin that long journey into yourself? Rumi